Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va oxirgi harflarimizga ham yetib kelmoqdamiz. Bugun nundan keyingi bo'lgan harflarimiz vav harfini o'tamiz. Vav harfi. Vav harfi juda ham oson. Boshi, o'rtasi, oxiri bir xil yozilishda bo'lgan harflar hisoblanadi. Faqat uning talaffuzida farqi bor. Oldingi darslarimizda mim, nun harflarida talaffuzlariga e'tibor bermadik, chunki o'zbek tili bilan deyarli bir xil. Faqat sukunli bo'lganda im, am, kalimalarda farq qiladi. An, in, un tebratmaysizlar. Misol uchun an'amta kalimasida an'amta tebratmaysizlar. Ani xato bo'ladi, an'amta to'g'ri bo'ladi. Bunga ahamiyat qilib qo'yasizlar, xolos. Vovda esa farqli jihatlari bor. Vav harfi ingliz tilidagi W harfiga o'xshab keladi talaffuzda. Va, we, wu tarzda talaffuz qilinadi. O'zbek tiliga o'xshagan va bo'lmaydi. Yaqinroq kelaman. Va tarzda labbi yon tarafiga qo'yilmaydi. V tarzda qo'yilmaydi, balki va, we, wu tarzda bo'ladi. Va sukunli bo'lganda ahamiyat qilasizlar. Au lab cho'chayib oldinga keladi. Iu, u oldinga keladi. Misol uchun avtartum kelsa, misol uchun au, vaylu tarzda bo'ladigan oddiy talaffuz qilaverasizlar. Au, iu, u bo'lganda harakatda labni oldin tarafga olib kelasizlar. Qalamda mashq qilishingiz mumkin. Olasizlar, burninglar bilan to'g'ri qo'yasizlar. Au, iu, u tarzda talaffuz qilasizlar. Farqi shunda, o'zbek tilidagi farqi shunda bo'ladi. So'zlarga ko'rib chiqadigan bo'lsak, vaba tarzda. Yoki ko'proq mashq qilishimiz kerak bo'lgan jihat au, u tarzda talaffuz qilinadi. Yana bir jihati vovni qo'shimcha kiritaman. Udan keyin vov o'zi keladigan bo'lsa, uni o'zini cho'zamiz. Misol uchun vu bo'lsa, vu tarzda bo'ladi. B bo'ladigan bo'lsa, bu tarzda bo'ladi. Davom etamiz. O'rta ko'rinishi agar alifdan keyin bo'ladigan bo'lsa, misol uchun avrom bo'ladigan bo'lsa, har bittasi alohida yoziladi, chunki bular lider harf hisoblanadi. Lekin yawm kalimasi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun yawmun bo'ladigan bo'lsa, va bu tarzda bo'ladi. Yawmun tarzda bo'ladi. Oxirgi ko'rinishlar rav oxir ko'rinish yoki lav oxir ko'rinishda bo'ladi. Vav harflari juda ham oson, roga ham o'xshab ketadi. Ro ko'rinishi, vav ko'rinishi bir xil. Alif mana bu tarzda bo'ladigan bo'lsa, balandligini ko'rib oldinglar. Bu tarzda bo'ladi. Bu harflar juda ham oson, shuning uchun sal tezroq o'tib beryapman. Salomat bo'ling.